Davom etamiz. Bugun kechki payt va tunda noyob astronomik hodisalarga guvoh bo'lishingiz mumkin. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Kosmos ixlosmandlari uchun avgust oyi haqiqiy tomoshaga boy bo'ladi. Bu oyda osmonni kuzatuvchilarni bir emas, bir nechta noyob astronomik hodisa kutmoqda. Ulardan eng qiziqlaridan biri 12 avgust, ya'ni bugun yuz beradigan to'liq quyosh tutilishi. Bu paytda oy quyosh bilan yer orasida o'tib, quyoshni to'liq to'sadi. Hodisani Rossiyaning shimoliy hududlari, Grenlandiya, Islandiya va Ispaniyaning ayrim qismlaridan kuzatish mumkin. Bugungi tun osmoni kuzatuvchilar uchun yana bir sabab bilan qiziq. 12 va 13 avgust kunlari Perseid meteor yomg'iri eng faol bosqichga chiqadi. Bu yilning eng mashhur va yorqin yulduz uchishi hodisalaridan biri. Aslida biz ko'rayotgan yulduzlar emas, Swift-Tuttle kometasidan qolgan mayda zarrachalar yer atmosferasiga katta tezlikda kirib, qizib yonadi va osmonda yorqin iz qoldiradi. Xo'sh, Perseidlarni qayerdan, qaysi vaqtda va qanday sharoitda yaxshiroq kuzatish mumkin? 12 avgustdan 13 avgustga o'tar sanasida yer atmosferasiga ko'p miqdorda mayda muz zarrachalari kirib keladi va bu meteor yomg'irini hosil qiladi. O'zi yer quyosh atrofida aylanayotganda aynan avgust oyida orbitasida shunaqa joydan o'tadiki, bu 1990-yilda oxirgi marta quyosh sistemasiga kirib aylanib ketgan Swift-Tuttle degan kometani qoldiqlari Quyoshga yaqinlashgan sari kometa o'zidan mayda zarrachalar tashab ketadi. Bu zarrachalar o'sha koinotda qolib muz shaklida, o'zimizni oddiy muz emasda, har xil zarrachalar aralashgan chang muz sifatida kosmosda qolib ketadi va yer aynan shu avgustda shu joydan o'tgani uchun meteor yomg'irini ko'ramiz va bu Perseid meteor yomg'iri deb nomlangan. Bu astronomik hodisa boshqa astronomik hodisalardan farqli o'laroq hech qanaqa teleskop talab etilmaydi. Chunki bu astronomik hodisani ko'rish uchun oddiygina bir shahardan uzoqroq, ya'ni sun'iy yorug'liklardan uzoqroq hududlarda, shahar chekkalarida, misol uchun ochiq maydonlarda osmonni tomosha qilib turganda bemalol 12 ta 13 ta meteor yomg'irini soatiga sanash mumkin. 27 avgustgacha davom etadi. Avgust osmoni nafaqat quyosh tutilishi va meteor yomg'iri, balki sayyoralarni kuzatish uchun ham qulay imkoniyat beradi. Kunbotar paytida Venerani, tun davomida Saturn va Neptunni, tunning ikkinchi yarmida esa Mars va Uranni kuzatish mumkin. Tongga yaqin esa osmonni Yupiter va Merkuriy bezaydi. Demak, avgust osmoni bizga tomosha uchun bir nechta noyob imkoniyatlarni taqdim etyapti. Ayniqsa yulduzlar yomg'irini teleskopsiz oddiy ko'z bilan ham kuzatish mumkin. Shunday ekan, bugun tunda osmonni bir bor bo'lsa ham albatta kuzatib qo'ying.